Roblox izler bilan bugungi videoda do'stlar Amirchik bilan zo'r o'yin o'ynaymiz. Mana shunaqa o'yin. Amirchikning akkauntiga qaranglar do'stlar. Amirchikning taza yangi akkaunti bu. Amirchikning akkaunti blok bo'lib qoldi do'stlar. Короче, do'stlar bu videoda men bitta changidan doyib va muzda uchib, men bittan birot olib kelamiz. O'zlarimizga men bittan birot olamiz va men bittan maxluqmi? Nima bu? Buzda qolaydi ekan, bu yerdan zonamizga olib kelib birotchalarimizni qo'yamiz. Va bu videoda albatta challenge bo'ladi. Amirchik bilan bu videoda kim g'alaba qozonadi, kimni birorchasi sekundiga ko'p pul beradi. Bitta birorchani hisoblaymiz. Kim yutadi deb o'ylaysiz do'stlar? Menda 5 ga pul bor. Hozir buni levelini kuchaytiramiz. Dahoy pul kerak bizga do'stlar. Shu levelni 18 qilib qo'ydik. Mana bitta mening 5 ga pulim bor. Hozir bu yerdan upgrade'imizni kuchaytirsak bo'lar ekan do'stlar. Bu yerdan 10 ga pulga, bu yerdan speedimizni kuchaytirsak bo'lar ekan. Bizlarga addition speed kerak do'stlar. Juda ham kerak bizga. Uzoq zonaga, narigi zonaga o'tishimiz kerak do'stlar. Bizlarga juda ham kerak. Qani ketik bir chaqimdan olib kelamiz. Uyimni tezligimga qaranglar. Event boshlandimi? Keyingi zonaga o'tdim Amirchik. 60 dollarligi bor ekan. Mutassiyalik 43 dollarlikmi? Qiymati bormi? 100 dollarligi bor ekan. Qani ketik zonaga do'stlar, bu qo'layapti. Hozir zonaga boramiz va buni qo'yamiz, dahoy pul beradi. Qani ketik. Mana keldim do'stlar zonaga, bu birotchamizni qo'yib olamiz. Amirchikni yutishimiz kerak, bizga ko'p birotcha kerak qimmatidan do'stlar. Birotcha pullarni yig'amiz, menda qancha pul bor? 11 ga buni levelini kuchaytiramiz birotchamizni. Maksimum pulimiz yetgancha bizlarga juda ham kerak bu. Qancha bo'ldi? Sekundiga 500 dollar beryapti. Ha, easy bo'ldi. Hozir kuchayib olamiz, boshlanishiga bo'ladi. Hozir pullarni yig'amiz va bu yerni upgrade'imizni kuchaytirsak bo'ladi 10 ga. Mana 3 tezligimiz, mana bu yerda speedimiz ekan do'stlar. Speedimni men qancha qildim? Speedim 20 bo'ldimi? Qancha 20 bo'pti do'stlar. Hozir pullarni yig'amiz yana. Amirchik zonasini ko'ramiz. Amirchik nima olib keldi? Amirchik zonan qani seni? Amirchik zonan qani seni? Hozir ko'ramiz. Bu yerdan nimalarni yana bitta narsani kuchaytirsak bo'ladi ekan. Uchadigan chanamizni kuchaytirsak bo'ladi ekan do'stlar. Bu yerdan mana bitta chanani olsak bo'ladi. 1 million ekan do'stlar bu. Voy, reverse qilsak ham bo'ladi ekan. Reverse qilsak ham o'zgaradi ekan. Bizga reverse'imizga 1 million pul kerak. Hozir men birot olib kelaydi. 3-zonaga o'ta olamiz. Nima deysizlar do'stlar? Hozir 2-zonadamiz do'stlar. 3-zonaga harakat qilib ko'ramiz. O'ta olamizmi? Nima deysizlar? Qani ketdik. Go. O'tamiz deganda o'zgina yetmay qoldi do'stlar. Maylisi 2-zonaga ham o'tib olamiz. 2-zonadan olib kelamiz. Bizlarga shu ham bo'laveradi. Mutatsiyali hozir event boshlangan do'stlar. Olib qolmasak bo'lmaydi mutatsiyalidan. Bu yerda mutatsiyalidan qimmati yo'q-ku desam 58 dollarga bor ekan. Uni hozir zonaga boramiz. Men bitta tsunamim nima maxluqcha qo'layapti meni. Men bitta sasak bo'ladi ekan-ku. Mana zonamga olib keldi o'zi. Mana kelib oldik, buni qo'yamiz. Hozir Amirchik zonasi ham ko'rib olamiz do'stlar. Buni qo'yamiz, pullarni yig'amiz. Menda qancha money bor? Money qancha menda? 90 ga money bor. 90 ga hozir olib kelgan bir o'tchamiz. Mutatsiyalarni levelni maksimum kuchaytiramiz. Sekundiga qancha beradi ekan bizga do'stlar? Bor pulga dakansa ko'taramiz buni. Qancha sekundiga 2,5 ga beryapti. Dahoy pul beryapti-ku do'stlar. Buni hozir pullarni yig'amiz va men sakragich va tezliklarimni kuchaytiraman. 100 ga pul yig'aylik. 80 ga pul bo'lib qo'ydi. Hozir 80 ga upgrade'imiz maksimum kuchaytiramiz. Menga 50 galigini 250 ga kerak. Menga yana kuchaytirsam bo'ladi. Nima? Yo'l ketma bolam. Qanasan? Qani bo'lsang? Chetda. Mana shumi? Qani? Arkangda. Dalbo'yman, dalbo'yib, sen bolamga. Mana shumi? 5 ga? 15 galigini qayerdan olding? Asha oldimmi? Event boshlanib tutdi bor. Wow, tugadi-ku event. 15 galigini qayerdan olding sen? Olib keldim. Ha, abona sog'a berdi. Obunachi bergan yo'q. Sen Rere zonaga o'ta olmading hali. Men rerabatdim. Hozir olsa menga 250 ga pul kerak. Menga hozir Amirchikga comebackni yomonni qilaman. Hozir juda ham jahlim chiqarib yubordi. Bu bola hozir 250 ga pul kerak menga. 247, 248 ga pulim bo'ldi. Hozir 250 ga men 4-zonaga o'tib olaman. Easy o'tib olaman. Mana 250 ga pulni yig'dik bolalar. Bu yerdan kuchaytiramiz. Qani ketdik, endi o'ta olamiz 3-zonaga. Ketdik, uzoq zonaga borishimiz kerak bizga. Qimmat birotcha kerak do'stlar. Ya'ni ketdik. Bizi ham qo'ymagan do'stlar. Keyingi zonaga o'ta olamiz. Nima deysiz? Endi o'tamiz. Albatta o'tamiz ayna. Mana o'tdim do'stlar. Bu yerda 100 dollarlik deydimi? 200 dollarlik. Va buncha arzon bular. Keyingi zonaga o'tib olamiz. O'tdik do'stlar. Bu yerda 1 kaligi bor ekan. 1-2 kalik mutatsiyali oldim. Başına uçma. İyi ipki var da
Ha, epikka keldim. Hozir tez zonaga o'tib olamiz. Easy do'stlar, qani ketdik. Men kuchaytirdim maksimum. Sakragachim. Tez zonaga borish kerak. Uchdik do'stlar. Mana kelyapmiz. Oz qolyapti. Men bitta qolyaptilar, bular zonaga borish kerak. Bu yerdan easy o'tib olamiz. Zonaga boramiz. Bir o'tcham qo'yamiz. Dahobil Amerikaga comeback yomon bo'ladi. Hozir men juda ham jahlim chiqarib yubordi bola. 15 galikni ko'rib men boshqacha bo'lib ketdim. Juda ham pullarni yig'amiz. Menda qancha pul bor? Menda uji qancha 300 ga pul bor do'stlar. 340 ga hozirgi mutassiyal berayotganimizni maksimum kuchaytiramiz. Qancha beradi? Amerikaga o'ta olamiz, nima deysizlar do'stlar? Bor pulga easy hamma pulga ko'taramiz. Buni desam 8 ga beryapti. Wow, nimaga pulim yetmadi meni? Nimaga o'ta olmadim Amerikaga yana do'stlar? Hozir yana ikkalashimiz kerak biza bir o'tsa. Men hozir speedim kerak, menga speedim maksimum kuchaytiraman do'stlar. Speed menga juda ham kerak ekan. 1 millionga men uzoq zonaga sakra olaman. Menga raketa mana shu bonus degan menga juda ham kerak do'stlar. Epic zonada ham nargisiga mifik men nima u? O'ta olaman hamma zonaga easy do'stlar. Ularni yig'amiz. Men tepamda 15 million bir narsa ko'rsatyapti. Nima u? Kuchimmi meni? Yo'q, nang. Bir otlarim seniki qancha? 88 million? 88 million. Qanday? Yo'q. 110 million bo'ldi. Wow, 812 ga pulim bor do'stlar. Menga 1 million pul kerak. 110 million oldi bir. Ha, hozir menga ham kuchaytiraman. Report qilsak bo'ladimi? Reportga 1 million pul kerak. Men hozir raketani olaman 1 millionga. Mana oldim do'stlar. Bu yerga kelamiz. Oldim mana levelni kuchaytirdim. Meniki 5 bo'ldi raketam. Sakragich tepagim do'stlar. Hozir qo'yamiz va qani ketdik. Qayergacha bora olamiz? Ketdik do'stlar. Men kuchim juda ham zo'r. So'rashga ko'ra nima tumoqchi necha do'stlar bir narsa beradimi deyman. Bir narsa ona tushdim. Va ertaroq sakrabman-ku. Qani shu yerdan paydo olsak bo'ladigan bitta yurakchaga do'stlar, qani ketdik. Keyingi zonaga o'tamiz. Epic zonadan ham keyingisiga. Qani ketdik do'stlar. Mana hozir to'xta epic zonaga kelib oldim. Keyingi zonaga o'ta olamizmi? Nima deysizlar? Bu yerda qanchaliklari bor? Birkaliklari bor ekan. Bu yerda o'tamiz hozir. Easy o'tib olaman deganda ozgina qoldi. Qaytadan boramiz, nima deysizlar do'stlar? Qaytadan boramiz hozir. Epic zonadan olib kelar-ku, bitta bir o'tcha kerak menga. Nimaga ertaroq sakrab yubordim? Nima bo'lib qoldi bu? Ertaga kirib qoldim. Bayib qoldi. Hozir respawn qilamiz do'stlar. Mana respawn qildik. Mana o'ziga kelib oldim. Men puldan yig'aman. Menda qancha pul bor? Uji men 2 million pul easy yig'ib qo'yganman do'stlar. Bunga va bir o'tchalarimizni levelini kuchaytiramiz. Qancha beradi ekan sekundiga? Qancha beryapti? 20 ga beryapti do'stlar. Вообще daqiqa beryapti bu. Meniki 41 million bo'ldi. Report qilib yuboraman men hozir 1 million pul yig'ib qo'yaylik. Easy yig'amiz 1 milliondan hozir do'stlar. Mana 1 million pul yig'ib qo'ydik va reportchani bo'lamiz. Reportcha birinchi reportimizni ham qilib oldik do'stlar. Hozir men speedimni kuchaytirib bir o'tcha olib kelaman do'stlar. Biznes menga hozir juda ham kerak pul, money kerak menga, money. Uji men qancha 900 ga pul yig'ib qo'yganman do'stlar. 1 million uji 1 million pul yig'ib qo'ydim. Ha, nima deysan? Hozir to'xtab bu yerdan kuchaytiraylikchi. Ha, 1 millionga men mana bittan olsam bo'lar ekan. Oy, chana olamiz üzerimizga, chana oldik va qo'ymadim buni. Nimaga qo'yilmadi? Mana qo'yildi do'stlar, chana oldim men. Qani ketdik. Qanday yuridi bu? Olovcha bor-ku yuzimda. Ay, nimaga ertaroq sakrab qo'ydim. Qaytadan o'tamiz, qaytadan ketdik. Men speedim juda ham zo'r. Ketdik do'stlar. Qani ketdik. Epic zonadan o'ta olamizmi keyingisiga? Nima deysizlar? Men rare zonaga kelib oldim. Hozir epic zonaga ham o'tib olamiz. Bu yerdan qimmat qancha? 1.2 galigi bor ekan do'stlar. Bu yerdan 1.4 galigi bor. Keyingi zonaga o'tib ko'ramizmi? Nima deysizlar? Ozgina qolyapti. Nimaga? Hozir epic zonadan olib kelamiz endi bir o'tchani qimmatidan. Qani ketdik. Hozir event ham boshlanganmi, Mirchik? Event boshlangan. Hozir epic zonadan mutatsiyal spam bo'ladi, olamiz do'stlar. Men rare zonaga kelib oldim. Hozir epic zonadan qimmatini olamiz. Mana kelib oldim. Bu yerdan 3 galigi. 3 galigini oldim. Qani ketdik, yana kelishimiz kerak. Hozir event tugab qoladi do'stlar, event tugab qoladi. Mutatsiyalardan olib kelaman hozir yana buni zonamga qo'yib olamiz va kerimni ham kuchaytirishim kerak. Menga keri ham juda kerak bo'ldi. 90 million? Buncha qimmat?
Buni zonamizga qo'yib olamiz va men Hey, pullarni yig'ib, speedimni ham kuchaytirib va harakatimni kuchaytirib ketaman. Qanday kuchayib ketding sen? men Rivo satib 9 millionga pul kerak menga. 9 million pul. Menda hozir 7 million pul bor. Men olmayapman-ku. Va sen shunday kuchaysan. Menga nima bermayapti? Ha, berdi mana. Ikkilik tekinga beradi, gördingmi? Sen shunday kuchaytirgansan. 80. Sen shunday kuchaygansan-da. Kilo berdi. Ha, men buni olaman. Voy do'stlar, taqqiz verib tashlaydi menga. Hozir Lucky Blockni ochamiz, nima tushadi? Shundan basmishgan. Tushgan. Kichik tushaygan bu. Nima tushadi? Obunachi berdi ana. Ana obunachi berdi. Bu qanchalik 18 gaga berdi. 18 ga olaver. Lucky Block chiqdi, uni Lucky Blockning ichidan chiqdi u jilli. Ishati. Lucky Blockdan chiqdi. Hozir Lucky Block ochdimi u? Allah kiloni oching, Lucky Blockni. Bu nima? Ochaman hozir. Nima tushadi bu ichidan? Boshim ustida turibdi. Qancha? Nima? Legendarniy. Mutatsiyalu. Podarkan oldim hozir, jilli. Ha, tut. Buni ham olib tushdi. Unda $50 tushdi. İşi $50. Bunu sotib yuboraman bularni. Kerak emas menga hozir. Bularni yig'amiz va do'stlar, hozir menga juda ham pul kerak. Robotchani bosib yuboramiz. Nima deysizlar? 11 million pul bor. Bir o'tchamiz kuchaytiramiz, nima deysan? Mana bu yerdan bir o'tchamiz kuchaytiramiz levelni. Do'xuy 4 sekundiga qancha beryapti do'stlar? Ko'rinyapti-ku bu. Qancha bu? 68 ga beryapti. Yomon emas, boshlanishiga bo'ladi albatta. Bizlarga hozir pullarni yig'amiz. Menda уже 5 million pul bor. Bu yerda sel bormi? Nima sel? Qayerdan sotsa bo'ladi bir o'tchalarni? Qayerdan sotasan, Amirchik? Sel bormi? Sel men bitta sotasanmi deyman. Bu yerdan biz sotsak bo'ladigan. Legendarniga? Vav. Mana bu yerda sel bor ekan do'stlar. Hozir bir o'tchalarni sotib yuboramiz. Amirchik comeback qilmoqchi. Comeback qildi-ku. Men ham sotib bularni hammasini sotib yubordim. Katta spin katta. Ha, sen ahmoq, spin ham olgantirdingmi? Sen bittada kuchayishing qiyin-da. Men hayron bo'lib qoldim. Bu yerdan spin beribdi bizga, bitta nima tushadi? Qimmat narsadan, qimmat. 3 ta spin. 3 ta spin. Va 3 tasidan bittasida juda ham bittasi desam nima? 8 millionlik tushadimi, nima deysizlar? 35% money berdi, 35% qilib berdi. Yana tushdi. Do'stlar, men bitta 8 million bir o'cha bor ekan. Darganda hozir olamizmi tushsin do'stlar? Tushmadi, pul tushdi-ku do'stlar. Menga menga shu ham bo'laveradi. 2x qilib bergan moneyimiz do'stlar 23 minutga. Hozir pullarni yig'amiz. Menda qancha pul bor? 10 million pul bor. 21 million pul bor do'stlar, 21 million. Buni hozir report qilib yuboramiz. Hamma pulim ketadimi? Nima desa, bu yerdan vaz olamiz. Upgrade'imizni kuchaytiramiz. Speedimiz ham kuchaytiramiz. Speedimiz ham bizlarga juda ham kerak do'stlar. Mana speedim ham kuchaytirdim. Mening speedim 86 bo'ldi va raketam 6-level bo'ldi. Men sakrab ketdim do'stlar. Pullarni yig'amiz. Menda 8 million pul bor. Men hozir report qilib yuboraman. Barcha pul ketdi do'stlar. Hozir yana pullarni yig'amiz desam yo'q do'stlar. Men hozir bir o'lch olib kelishim kerak. Qani ketdik. Mana sakrashga qaranglar. Bitta tomon legendarniy zonaga do'stlar. Ketdik, epic zonaga kelib oldik do'stlar. Qani ketdik. Bu zonada ham izotuvalman bitta. Sam legendarniy zonaga kelib oldim. 2.9 ga 8 galigi bor ekan do'stlar. Bu yerdan qimmati bormi yana? Nima desa 5 galigi bor ekan, 3 galig. Ketdik. Easy bu yerdan hozir surib olamiz zonaga. Buni levelni kuchaytirsak dahoy pul berib tashlaydi bu do'stlar. Tumaloqning ichida desak bizlarga pul beradi ekan do'stlar. Qancha pul beradi ekan? Ko'ra olmay qoldim. Zonaga boramiz va buni levelni kuchaytiramiz do'stlar. Menga 12 galik ham beribdi hozir spindan. Uni ham kuchaytirishim kerak. Zonaga kelishga qaranglar. Zonamga tushdim do'stlar tepadan. Buni ham menga hozir 12 galigini qo'yaman va pullarni yig'ib buni kuchaytiramiz levelni do'stlar. Menga juda ham pul kerak. Bor pulga mana shuni kuchaytiramiz. Menda hozir 20 million pulga uni kuchaytiramiz. Dahoy pul berib tashlaydi desam menga 68 ga beryapti bu ham. Nimaga ame chiqqanda o'tdi deslar do'stlar. Obunachi berdi menimcha. Men ko'rmay qoldim. Havo obunachi berdi. O'zing qarang deganlarni
bor. 550 k. Wow, 550 k beryapti sekundiga. Qanday o'tamiz bundan ham do'stlar? Buni o'tib ketish kerak. Menda 15 million pul bor do'stlar. Qanday o'tamiz bundan? Nima deysizlar? Men hozir report qilganman. Reportim qanchada mening? 25 million kerak menga. 25 million reportimga. Menda hozir 21 million pul bor. Men hozir bu yerdan Voy billah. 250 kga ikkinchi tashqi vardim uyimga do'stlar. Bu yerdan hozir tepaga mana birotchalarimizni qo'yamiz do'stlar. Buni qo'yamiz hozir olib keyin kuchaytirganlarimiz buni ham pullarni yig'amiz. Menda 26 million pul bo'lib ketdi. Repos ham bosib yuboramiz. Repos ham qildik. Event ham boshlanib oldi do'stlar. Menga hozir pul kerak. Upgrade'imni kuchaytirib mutatsiyalidan olib kelishim kerak men birorta do'stlar. Bu yerga qo'ydik va buni levelni kuchaytiramiz 34 galigini. Qancha beryapti? 98 ga. Nimaga? Oy nifik geldi. Nifik? Qanchaligi bor? Voy 330 ga. Nima? 338. Hozir do'stlar upgrade'imni kuchaytiraman. Menga 29 million spinni kuchaytiramiz va bedan surib yuboramiz. Qani ketdik sekret zonaga boramiz. Nima? Hozir boryapman. Qani boramiz do'stlar. Nima deysiz? Boramizmi? Nima reri zonaga kelib oldim men. Keldim epikka. Men Lifiga bordim. Nifikka hozir men Leondan zonaga o'tib olaman. O'tdimi bilan Nifikka o'ta olmaymiz-ku. Sen qancha? Meniki 6. O'ta olmadim. Event hozir tugab qoladi. Qani ketdik do'stlar. Legendarniyni olib kelaman. Legendarniyni olib kelaman hozir bittada. Qani ketdik do'stlar. Nima epik zonaga kelib oldik. 1k, 3k. Nima buncha arzon bular? Qimmat yo'qmi deyman? Spam bo'lmayapti-ku. 3k legendaniyaga o'tamiz. Epik zonadaman men. Legendaniyada deb olyapman. Qani ketdik legendaniya zonaga ham o'tib olamiz. Nimalar bor bu yerda? 22 kaligi. Mik. Bu yerda qimmati bormi? 26 k. Lifik spam o'tdi beri. 26 kaligini olaymi? 26 kaligini olamiz do'stlar. Urib yuboradi hozir. Urib yubordi. Qoch 26 kaligini olishim kerak men. Oldim. Olmadim. Qoch bu yerga kel, bu yerdaman men. 26 kaligini olamiz va urib yubordi. Hozir. Adamlar qolib qoldi. Mana keldim. Zonaga boramiz, zonaga event tugaydi hozir do'stlar. 40 sekund qoldi. Yana bir mutatsiyal olishim kerak edi. Ha. Hozir zonaga borishim kerak men do'stlar. Nimaga? Uxlab qoldi-ku bular. Ha, qolib qoldi. Tezroq olishim kerak. Ha, u uxlamaydi degan vaqtga ham olib beraman men. Mana kelib oldim. Buni zonamga qo'yib olaman. Hozir buni 1 million pulga kuchaytirish kerak. Menga hozir bu yerdan 100 dollarlik, 39 dollarliklarni olaman-da buni o'rniga 26 kaligini qo'yaman. Mana shu mutatsiyali mifik zonadan kuchaytiraman levelni do'stlar. 1 milliarddan oldimmi? Nimaga qo'yib olmayapti buni? Olib yubordim-ku. Hozir buni qo'yamiz, pullarni yig'amiz. Event ham tugadi do'stlar. Pullarni qo'yamiz va o'chirib yuboramiz. Menda qancha 50 million pul bor do'stlar. 83 million. Bunga hozir levelni kuchaytiramiz birotchalarimizni. Men hozir buni ham kuchaytiraman. Hozir olib keling 38 galigini ham kuchaytirishim kerak. Menga juda ham kerak. Qancha beradi sekundiga? Men 200-300 millionga buni kuchaytiryapman. Do'stlar bu sekundiga qancha beryapti? Ko'rsat. 822 ga beryapti sekundiga. Va buni ham olamiz, pullarni yig'amiz. Sen tepang qancha bo'ldi? Hozir bu yerdan ikkinchi darsimizni kuchaytiramiz. 2 millionga kuchaytirdik. Nima qancha? Qancha? Meniki 36 milliard. 36 milliard? Wow, buncha qimmat seniki. Meniki 10 milliard bo'ldi endi. Nima shatnim? Qanday 10 milliard? Hozir mifik zonada mutatsiyalar olib keldim. 9 milliard. 1 million beryapti sekundiga. Men 35 million. Hozir bittada o'tib ketaman sendan qarab tur. Nima deyapti bu? Upgrade'imiz qancha Damir, qancha report qilding? 125 millionga report qilsak bo'ladi ekan. Qilaymi? Upgrade'imni kuchaytirishim. Hozir videoni tugalaymiz, amitchik. Birorchalan kutar. Aniqlaymiz hozir bu o'yinda kim yutib oldi. Men 200 million pulga ham birorchani kuchaytiraman, qancha beradi? Men hozir buni o'ttiramiz. Sekundiga 7 million beryapti do'stlar.
Amirchik tutolmadi, nimaga? Nima seni qancha beryapti? 5 million bilan 11 million beradi. 5 million bilan 11 million? Eng qimmating 11 millionmi? Hozir o'tib ketaman seni. Bularni yig'aylikchi do'stlar, hozir aniqlaymiz videoda kim g'alaba qozondi, bu videoda kim comeback qildi. Nima? 3 milliard bu 50 milliard meniki. 3 milliard emas, 23 milliard meniki. Agarda Hozir men kuchaytirsam bilasan qancha bo'lib ketishini. 2 milliardga kuchaytiraman bir o'tsamni. Sekundiga 30 million beryapti. ishlatgan. Vay do'stlar, comebackni yomoni bo'ldi. Mana 30 million ishlatdim. Tepam 78 milliard bo'ldi. Menga 1 milliard pul qayerdan berdi bular? Pul berdi mengami? Yo pulim prioritsalarim yig'di. Üstüne pulni olasan. Mifikdan. Spam bo'ldi yangi eventda. Senga aytmay olib keldim va qaydi. Men tepam 78 milliard bo'ldi. Qachon? Endi buni to'g'mat tashlaysan. Obunachi do'man sen aytdim qilib. Men bor pulimga shuni men yana 1 milliard pul yig'dim. 1 milliardga yana kuchaytiraman buni deyapman. Hamma pulga bitta bir o'tcham kuchaytiribman. Sekundiga qancha beryapti? 48 million beryapti. Tepam 135 milliard bo'ldi. Do'stlar, qanaqa aniqlaymiz? Bo'l videoni tugatamiz hozir. Qancha bo'ldi seniki? Men hozir 2 milliardga yana kuchaytiraman. 2 milliardga repost qilmay turibman. Kuchimni kuchaytirmadim. Hozir bu yerdan videoni aniqlaymiz, kim g'alaba qozondi do'stlar. Menmi yoki Amirchikmi? Hozir men 2 milliardga buni kuchaytiraman. Bo'l tez. Meniki 64 milliondan beryapti. 179 milliard tepam. Voy, Amirchikni tolmaydi endi mendan do'stlar. Meni qancha aniqlaymiz. Qani 3 bo'ldi, men ham kutarib bo'ldim. Meniki qancha beryapti? Ko'rsatmayapti nimaga? Ko'rsat. 215 million bo'ldi, milliard bo'ldi men tepam. Men hozir 3 milliardga buni yana kuchaytiraman levelni. Bo'ldi, mana 85 milliondan beryapti. 85. Qani senikini ko'ramiz qancha beryapti. Jo'ram. 56 million. Hay. Amirchik yutkazdi. Yo, men keyingi videodan abunachini oldim buni, abunachini. Qaysini obunachidan olding? Ben asibadi, hozir ham Ha, bo'ldi do'stlar. Bu videoda albatta Stratboy comeback qildi do'stlar. O'yinni boshida Amirchik menga comeback qilgandi, mendan o'tib ketib. Men hozir o'yinda comeback qilib yubordim. Yo bolalar, shu joyda videoni tugatamiz. Videoga like bosib, kanalga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr do'stlar.